Bugun ba'zi bir ota-onalar farzandlariga travmani qanday shakllantirishlari haqida suhbatlashamiz. Har bir ota-ona farzandini baxtli ko'rishni xohlaydi. Hech kim aytaylab bolasiga zarar yetkazishni istamaydi. Ammo ba'zan aytilgan bir og'iz so'z yoki doimiy tanqid bolaning qalbida chuqur iz qoldiradi. Ota-onalar bilmagan holatda bolalariga ruhiy travma shakllantirib qo'yadi. Travma bu faqat kuchli qo'rquv yoki janjal emas. Travma bolaning ichida takror paydo bo'ladigan og'riqli his. U ko'pincha jim bo'ladi. Uni ko'rib bo'lmaydi. Ammo u bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini, odamlar bilan munosabatini va kelajakdagi qarorlarini boshqarib turadi. Bu esa bolada men yetarli emasman, men ojizman, men keraksizman, men kuchsizman, mening qo'limdan kelmaydi, men eplay olmayapman degan og'riqli fikrlarni shakllantiradi. Ikkinchi travma ota-ona tomonidan doimiy tanqid. Sen eplay olmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, sen odam bo'lmaysan, sen yaxshi bola emassan, sen o'zgarmaysan degan tanqidlar ostida bola ulg'ayadi. Vaqt o'tib bu so'zlar ota-onaning ovozi bo'lib qolmaydi. U bolaning ichki ovoziga aylanadi. Bu esa bolaning miyasi rivojlanishiga o'ta salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni u doimiy tarzda meni qo'limdan kelmaydi, men eplay olmayman degan fikrlar ostida yashaydi. Va rostdan ham u hech narsani eplay olmaydi, oxirigacha bajara olmaydi. U doimiy tarzda o'ziga mana shunday og'riqlarni his qiladi. Va tashqarida uning ichki holatlarini tashqaridagi insonlar aks ettirib beradi. Kamsitish orqali, aldash orqali, haqoratlash orqali, mensimaslik orqali bular barchasi bolaning ichki aksi hisoblanadi. Keyingi travma taqqoslash. Misol uchun qarang. Falonchining bolasi qanday? Akang shunaqa edi, sen esa unday emassan. Sen unday emassan, sen bunday emassan, sen falonchini bolasiday bo'la olmaysan degan va hokazo so'zlar. Taqqoslash bolaning miyasida shuni singdiradi. Mening borligim uchun emas, men nimalarni bajarsam, nimalarni qila olsamgina ular meni sevishadi. Keyingi travma bu e'tiborsizlik. E'tiborsizlik bu baqirish emas, e'tiborsizlik urush emas. E'tiborsizlik bolaning yonida bo'lib, ruhiy jihatdan yo'q bo'lishdir. E'tiborsizlik ostida ulg'aygan bola hissiyotlarini ichiga yutib yashaydi. U yordam so'rashni bilmaydi. U e'tibor talab qilishdan uyala boshlaydi. Keyingisi haddan tashqari nazorat. Qayerga borishini, nima kiyishini, nima deyishini hammasini ota-ona hal qilsa. Bunday bola ulg'ayganda qaror qabul qilishdan qo'rqadi. U doim kimdir yo'l ko'rsatishini kutadi. Chunki u hech qachon o'ziga ishonishni o'rganmagan. Bu travmalar bola ulg'ayganda, masalan, erkaklarda bir ishni oxirigacha yetkaza olmaslik, ishlari o'xshamasligi, qarzga botib ketishlari, atrofdagi insonlar tomonidan kamsitilishi, mensilmasligi, aldanishi va hokazo. Ayollarda esa eri bilan bog'liq muammolar ko'p bo'lishi, xiyonat, kamsitilish, mensilmaslik, sevilmaslik, e'tibor ololmaslik, befarqlik, aldanish va hokazolar.
Davolanmagan travma o'zi yo'qolib ketmaydi. U insonning hayotida har xil voqeliklar orqali kirib keladi va o'z aksini ko'rsatishni boshlaydi. Sizlar uchun yaxshi xabarim bor. Bu travmalar tuzaladi. Siz yaxshi bo'la olasiz. Siz o'zgara olasiz. Siz o'zingizni o'zgartira olasiz. Agarda yuqorida aytib o'tilgan travmalar yoki yuqorida aytib o'tilgan vaziyatlar sizni hayotingizga ham tanish bo'lsa yoki o'xshash bo'lsa, bularni tuzatsa bo'ladi. Agarda siz o'zgarishni xohlasangiz, o'zingizni tuzatishni xohlasangiz, hayotingizni go'zal va farovon qilishni xohlasangiz, izohlarda muammoingizni yoki o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin.